Navoiyda metan hamda propanni normalniy uстановка qiladigan joylardan ham ko'rsating. Bo'ldi, gap yo'q. Hali kelganiga ko'p bo'lmagan ushbu Sirdaryo gaz nomer 1 ishchilarining mehnati Navoiyda shov-shuv bo'lib ketdi. Chunki original zapchastlarni original ustalar qo'ysa, o'ta ajoyib bo'lar ekanda. Endi shu yerning o'zida mashinangizga metan yoki propan gaz ballonlarini bemalol o'rnatsangiz bo'ladi. Tajribali ustalar o'rnatgan gaz ballonlarga 100% javob berishadi. Hurmatli navoiyliklar, xudo xolasa bugungi obzorimiz dehqoncha, ya'ni jaydarcha obzor qilamiz. Xudo xolasa bizning Navoiyimizga Sirdaryo gaz nomer 1 nomi ostida Sirdaryodan bir qator gaz chakramiz kelishgan. Bular Navoiydagi barcha mashinalarga xohlasa metan, istalgan hajmda, xohlasa propan gaz ballonlarini 3 xil gaz brendida original zapchastlar bilan uстановка qilib berishadi. Qaranglar. Xohlasa bu yerda Yevropa gaz brendi, xohlasa Alex gaz, Stak gaz brendidan mashinangizga gaz uстановка qilib berishadi. Narxlarni hozir bitta-bitta obzor qilamiz. Har bitta gaz brendini joyida original zapchastlarni ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Yevropa gaz brendidan mana shunaqa zapchastlarni qo'yib berishadi. Alex gaz. O'zini hamma zapchastlari original holatda. Kim qanaqa brend xohlasa, o'sha brend chiroyli qilib qo'yib beramiz. Hamda Stak gaz brendi. 3 xil gaz brendi mijozning fikriga qarab hamda mashina turiga qarab chiroyli qilib 100% sifatga javob berishadi. Propanchilar uchun ajoyib yangilik, istalgan assortimentda, istalgan hajmdagi propan gaz ballonlarini ham topsangiz bo'ladi. Bu yerda bunga qaranglar. Kapsula ballonlari ham bor. Yo'q, menga sal kattarog'i kerak desangiz, bunga qarang. Mana bu yerda xolasini 50 talik, xolasini 65 talik, xolasini 90 talik propan gaz ballonlari ham bor. Keyin ko'pchilik orasida gap borki, agar propan gaz ballonini qo'ysam, mashina salonidan gaz hidi keladi deydi. Yo'q, unaqa emas. Bu yerda mana shunaqangi original Pagument gaz trubkalari bor. Mashina ichidan gram, jicha deydi-yu, gram bo'lsa ham gaz hidi kelmaydi. Endi hammani qiziqtiradigan joyi, narxlari qanaqa? Metan gaz ballonlarining uстановкасы 4 million so'mdan 5 million so'mgacha. Propan gaz ballonlari esa 2,5 million so'mdan 4 million so'mgacha. Damasya hamda Labboch akalarga esa вообще shikolat narx. Propan gaz ballonlari 2 million 200 ming so'm, metan ballonlari esa atigi 3 million so'mdan. Agar bizni Navoiydan gapiramiz kanal nomidan kelsanglar, yanada chiroyli narxlarda qilib bersak ekan. Bu hali hammasi emas. Motor va korobka parashivkasi, pult sozlash, gaz ballonlar taglarini shumka qilish, hammasi shu narxlar ichiga kiradi. Ya'ni qo'shimcha to'lov qilmaysiz. Qanaqa turdagi mashina bo'lishidan umuman farqi yo'q. Yerda yuradimi, osmonda uchadimi farqi yo'q. Metan hamda propanni chapga qilib qo'yib berishadi. Mashinangiz uchun yaxshi servis va sifatli gaz uстановкасы mashina umrini ham hamda ko'nglingizni ham xotirjam qiladi. Shuning uchun gaz ballon uстановкасini professionallarga ishoning. Albatta, bu professionallar Sirdaryo gaz nomer 1 yigitlari. Nima sababdan uzoqdan emas, shu yerdan quydirganingiz yaxshi. Agar mashinangizda gaz ballon bo'yicha qanaqadir muammosi bo'lsa, shunda yonginamizda kelaverasiz, problemangizni sekundda hal qilib berishadi. Shuning uchun ham uzoqdan ko'ra yaqin yaxshi bekorga chiqmasa kerak a. Manzilda aniq-taniq qilib tushuntiraman. Navoiy yo'lidagi ushbu metan zapravkani hamma bilsa kerak a. Shundoq qilib to'g'risi Sirdaryo gaz filiali nomer 1 degan joy yozilgan. Orientir yonginamizda xom baliq kafesi joylashgan. Ushbu videoni yaqinda mashina olgan yoki metan yoki propan uстановка qilaman, original joy qidirib yurgan tanishlarga shundoq qilib yuborib qo'yasizlar.